boya qilganmiz. Oldiga. Yo'q, oldiga qilishi baribir She'ringiz qo'llash kerak. Ana, she'rni qo'llab qo'ydik. Siz ham qo'llab qo'ying ana. Bunday qilsangiz mana. Joydorlik qilyapti-da shoir. Uchga ham bog'liq ekan, uchga. Ana, demak bola ham qattiq uchga yozgan ekan, o'zimiz. Mana shu jarayon qarangki, bolani qanchalik hushyorlik jarayonini o'yg'otib qo'yasiz. Endi klaviaturada o'ynashlar bor-ku. Klaviaturada ham harflarni aytib turasiz. Eringizda nazoratchi olasizlar-ku. Shunday hurmatli o'quvchim, Mavludaxon. Hurmatli o'quvchim Nargizaxon deb tarqatishingiz kerak ekan. Nargiza, tarqat, tur, tezda hammaga. Azina, tarqatsin, desangiz bo'lmaydi ekan. Chunki xaridlarga o'tirgan Dinoralar, Nigoralar har doim ishlarga beradi, menga bermaydi. Ayamga aytib qo'ysam, o'sha ayasiga borib psixologik jamiyatga minus topib ketdi bola. Ota-onasi minus bilan maktabingizga, maktabni butun jamiyatimizga shuning uchun rivojlanish degan joylarimiz ozgina haqli nimalar bilan. Siz jamiyatga plus topib kelishingiz uchun bolaga shunaqa murojaat qiling. Hurmatli deb o'zingiz tarqating. Keyin ilgari orqa tomondan demang. Hurmatli o'quvchilarimiz, nazoratchilarimiz stol chekkasiga qo'yamiz. Men yig'ishtirman. Biz deb o'zingiz vazifangizni bajaring. O'quvchiga, endi ba'zi o'quvchilar oppoq turib baholar qo'ydirib o'tkazib qo'yadi. Tekshirishga yordam beradi. Bo'ldi, u bola o'sha sinfda kim bo'ldi? Men degan Всё. Bolaga tekshirtirmaslik kerak. To'g'ri, o'zi haqqingiz yo'q, siz oylik olyapsiz.